Do'stlar, meni sizlarga juda ham yomon xabarim bor. Bugun har yili bir marta sodir bo'ladigan voqea yuz beradi. Zombilar qishloqimizga hujum qiladi. Biz esa bu uyimizni himoya qilishimizga to'g'ri keladi. Zombilar 3 ta fazadan iborat bo'ladi. Oson, o'rtacha va juda ham qiyin. Biz ularni hammasini yo'q qilib tashlashimiz kerak. Men va qishloqi. Umid qilamanki bizda hammasi o'xshaydi. Qishloqi, ishkal. Qishloqda himoya qilish kerak. Zombilar hujum qilyapti. Uyingdamisan? Qo'y qishloqi. Uyingdamisan? Qanday uchib turibsan? Meditatsiya bilan shug'ullanyapman. Bor yo'qol. Qishloqqa meditatsiyani qo'yib tur. Qishloqimizga juda ham ko'p nega bu yerda Zumrad blok turibdi? Bu oilaviy sir. Hamma yoqqa burdingiz qovurma. Sendan shuni ham so'rab bo'lmaydimi? Xullas qishloqqa juda ko'p zombilar bizni qishloqimizga hujum qiladi. Biz ularga qarshi qishlog'imiz atrofida qal'a qurishimiz kerak. Bu bizning oxirgi choramiz. Tushunyapsanmi? Sen shunday qilib endi berkitdingda Zumradingni, Sen hech narsani ko'rmading. Mayli qishloqda atrofida baland devorlar ko'tarish kerak. Juda ham baland har tarafdan. Xullas qishloqni qal'aga aylantirish kerak. Qishloqqa gapni eshit. Qal'ani bir tarafini men, bir tarafini sen qurasan. Ha, bir tarafini men quraman. Aytib qo'yay, men tarafda hech kim o'tolmaydi. Sen taraf endi bir balo qilamiz-da. Bu o'zingga ishonaverasan. O'tgan safar ham sen yutqazding e'tiboring uchun. Mayli qishloqni qal'alarni qurishni boshlash kerak. Xo'sh, juda ham ulkan qal'a qurish kerak butun qishloqning atrofida. Butun qishloqni o'raymizmi yoki seni uyingni qoldiramizmi? Nima, men uyimni, yaxshisi senikini qoldiraylik? Bo'ldi, hazırlashdim. Nechinchi balandlikdasan qishloqi? 88 sasaga gapir, iching to'la qalapir. Eshitganmisan shunaqa maqolni? Adashmasam bu maqol menimcha 9 × 9 81 emasmi? 81 bilan aytilardi-yu. Endi nima farqi bor? Muhimi zo'r eshitilyapti-ku. Qal'ani necha qavatli qilamiz? Bilmadim. Menda 2 qavatli bo'ldi. Sal ko'p shekilli. Sen 1 qavatli qildingmi? Balki 1 qavat yoki 3 qavat ham qilsak bo'ladi. 3 qavat qilib nima qilasa, bittasi ham bo'ladi-da. 1 qavatligini men bilaman, sen bilasan, to'g'rimi? Zombilar bilmaydi. Bo'laveradi. Agar bilib qolishsa, juda ham rasvo bo'ladi. Yaxshisi 2 yoki 3 qavat qilish kerak. Bittasini tanla tezroq. Umuman olganda hammasini cheksizdan olyapmiz. Menga ham farqi yo'q. Sar biroq buyog'ini nishon olish kerak bo'ldi. Ha, nimaga sen taraf 1 qavat? 1 qavat to'g'ri kelmaydi qishloqqa. Bu yoqqa ishla deyapman. Jibdan o'ynayotganim yo'q. Men ham devor quryapman. O'zing qilaverdi, saniki meniki qilmasdan. Mayli, senga ham yordam berib o'ray. Qishloqqa kel, 3 qavat qilib qo'ya qolaylik. Menimcha 2 qavatni ham bir balo qilib buzib yuborishsa o'lib ketamiz. Bu yerda teshik bo'ldi-ku. Bu yoq qanchadan tushdi? Mayli, bu yerni ham bir balo qilib yopishga to'g'ri keladi. Bu yoqqa bitta zarba beramiz va yana xato ketdi. Sal bir to'g'rilash kerak. Arti o'mbalik sistemada shu binolarga qancha ball bergan bo'larding? Bilmadim. Kel, obunachilardan so'raymiz. Do'stlar, izohlarda shu binoga necha ball berishingizni yozib qoldiring. Faqat qurib bo'lganimizdan so'ng albatta. Hali qurib bo'lmagan. Shunga 1-2 ball qo'yib o'tirmanglar. O'z fikringizni albatta izohlarga yozib qoldiring. Bu men uchun ham qishloqi uchun ham juda ham qiziq. Nega hech kim izohlarga qishloqi zo'r deb yozib qo'ymaydi-ya? Men ham xafa bo'laman, shuncha mehnat qilyapman. Meni hech kim maqtamaydi. Ha, mayli. Qara, Artemi qanaqa zo'r tuzoq o'ylab topdim. Xullas hamma zombilarni bu qurol lavaga cho'miltiradi. Lava deysanmi? Menimcha bu juda ham zo'r bo'ladi. Va nihoyat tugatdim qishloqqa. Qanaqa qilyapsan? Bularning ichida lava bormi? Men senga yordam beraman. Men bularga redstone o'tkazishga yordam beraman. Mana bunday qilib. Orasiga esa mana bunaqasidan qo'yib ketamiz, uzaytirgichlardan. Shunda ham to'xtanglar. O'zi men bu yerda tursa ishlarmikan? Xo'sh, men bu yerda turaylik, hammasi ishlab ketmasligi uchun va yaxshi ham hozir sezib qolganim. Oxirida sezsam juda ham alam qilardi o'zi ham. Mayli, bo'lmasa redstone'ni boshqa joydan o'tkazishga to'g'ri keladi. Yana qovun tushurdingmi? Yo'q, deyarli. Endi tepasidan o'tkazib ko'rsak ishlaydimikan? Va endi ishlayapti. To'xtanglar, endi lavalarni baqlamiz. Bularni yopishga to'g'ri keladi. Lekin muhimi ishlayapti do'stlar. Buni o'zi hattoki tortib ham olar ekan. Juda ham qulay ekan do'stlar, rostini aytsam. Endi hamma yerdan redstone o'tkazib chiqish kerak. Hamma yoqqa redstone qo'yib chiqamiz. Hamma yoqqa juda ko'p redstone qo'yib chiqamiz.
Juda ko'p redstone. Qishloqqa senda nima gaplar? Yana bir xil tuzoq o'ylab topdingmi? Shaq-shaqi doridan topdim. Qara, xullas, mana bu yerga mana temir bloklarni qo'yamizda, keyin hammasini razdanchik orqali kallasiga oshqovoq kiydiramiz. Bizda juda ham ko'p oshqovoq, qanaqa oshqovoq golemlar to'dasi bo'ladi. Hamma zombilarni o'ldirib tashlaydigan. Ha, qishloqqa kallang qattiq ishlaydi. Men mana bu redstone tugatib olsam, senga yordam beraman. Qiziq, bu redstone mana shu World Edit bilan qo'yish mumkinmikan? Bu yoqqa bitta qo'yamiz, bu yoqqa ham bitta va umid qilamanki, o'xshaydi. 331 edi adashmas. Nima bu? Ha mayli, o'zimizda ota-bobolarimizdan qolgan uslubdan qo'ymasin. Muhimi ishonchli uslub. Va nihoyat redstone'li yo'lakcha tugadi. Sen hali ham golemlarni qo'yib chiqyapsanmi qishloqqa? Men esa qishloqqa bu lavalar avtomatik quyilishi uchun mexanizm tayyorlayman. Xo'sh, qayoqqa sig'dirsam ekan buni? Bu yoqda yo'q, zombilar tarafda emas-ku, hech bo'lmasa mana bu tarafda ochsak, menimcha hech narsa qilmaydi. Bu yerga mana uzaytirgichlarni bu tarafdan qo'yamiz. Bu tarafga esa bu yerdan qo'yib chiqamiz. Ozgina redstone'dan bu yerga ham va oxirida richak bilan tekshirib ko'ramiz. Bizda mana shunaqa cheksiz signal bor. Agar buni qo'ysak, lava o'qib, shunaqa bo'lib, menimcha ajoyib chiqsa kerak. Va 1 2 3 ta qo'shamiz. 1 2 3 va to'xtanglar, negadir menda Minecraft juda ham qattiq qotyapti. Yo'q, bunaqasi ketmaydi. Buni hozir o'chirish kerak. Hozir sal qolsa Minecraft'im chiqib ketadimi deb o'ylagandim. Yo'q, bu usul umuman to'g'ri kelmaydi bizga. Oddiy dastakdan qo'ymasin. Do'stlar, endi tepaga qishloqqa va men chiqishim uchun eng tez usullardan birini qo'llaymiz. Bu oddiy zinapoya bo'lmaydi. Bu butun boshli tramplin bo'ladi. Bitta oyog'ingni qo'yganingni bilasan, shartda tepada bo'lib qolasan. Mana shunday qo'yib tashlayveramiz va tepaga. Endi tramplinni o'zini qo'yib chiqish kerak. Bu juda ham tez chiqaradi do'stlar. Mana o'zingizlar qaranglar. 1-2 soniyada tepada pirt etib bo'lib qolasan. Eng tez usullardan biri. Bu yoqqa mana bunday qilamiz va yo'limiz bunaqasidan emas, mana bunaqasidan qo'yish kerak. Va yana 3-4 ta, 1 2 3 ta va biz tepadamiz. Yoki bu yerga mana bunaqasidan qo'yib yuboramiz. Xullas, tayyor. Bu juda ham tez usul bo'ladi. Hattoki hozir tekshirib ham ko'rsak bo'ladi. Mana shunday kelasan, bir necha soniyada tepada bo'lib qolasan. Men hattoki bilmayman bundan tezroq usul bormi yo'qmi. Agar siz bilsangiz, bemalol izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Qishloqqa hali ham bitirmadingmi shu golemlaringni? Kel, senga yordam berib boraman. Bularga oshqovoq qo'yib chiqish kerakmi? Razdanchiklar orqali yoki uloqtirgichlar yoki kiydirgichlar. Xullas, o'zbekchasiga qanday bo'ladi? Kimdir menga tushuntirib bera oladimi? Mayli qishloqqa, sen mana bunaqasidan blok qo'yib chiq. Men bo'lsa mana shu bir balolarni qo'yib chiqaman. Yo'q, mana bundaysiga. Tushundingmi? O'zi bu ishlaydimi? Ishlarkan qishloqqa. Ishlamasin edi, baribir ishlatardim. Bilasanmi, qanchadan beri men buni quryapman? Sen undan ko'ra menga yordam ber bu golem bachchalarni qurishga. Mayli qishloqqa yordam berganim bo'lsin. Menimcha ancha ko'p ishni qilib qo'ygansan. Tezda bo'lamiz. Va tayyor qishloqqa. Endi bularga mana bu razdanchik dropper uloqtirgichlarni qo'yib chiqish kerak. Sen mana shu razdanchik uloqtirgich dropperlarni qo'y, men orqasiga blok qo'yaman. Mashinasiga tezda havasini qo'yib tashlaymiz. Bo'l qishloqqa, ishni boshladik. 1 2 blokni qo'y, men buni qo'yaman. Tez. Armiyada o'rgatishmaganmi yoki bormaganmisan? Qani o'zi oshqovoqi bormi? Ha, bor, sen qo'yaver. Men ulguraman. 1 2. To'xta, meni IQ balandligi esimga tushib qoldi. Shuni hammasini World Edit bilan qilsa bo'ladi-ku, mana qarab tur. Bu yoqqa bitta qo'yamiz kalla, bu yoqqa bitta kalla qo'yamiz va qarab tur. Hozir uchib olay bo'ldi. Ko'rdingmi? Tayyor. Sen kallalarni qo'yib chiqaver, men mana shunaqa chiziqlar tortib chiqaman. Ha, qiziq. Do'stlar, o'zingizning IQ darajangiz nechiligini izohlarga yozib qoldiringlar. Qani ko'raylikchi kimning IQsi ko'proq ekan. To'g'rimi? Meni IQ 108, tushundingmi? Bunaqa IQ senga emas. Balki birorta obunachilardan ko'prog'i bordir, lekin senikidan ko'p. O'zi seni IQing nechi? 109, tushundingmi? Masjidlarda yuraverasan. Aralashmaysan hech narsaga. Sen redstone qo'yib yuraver, men orqadan mana bu uzaytirgichlarni qo'yib chiqaveraman. Bo'l. Sen qo'yib chiqaverasan, men ham qo'yib chiqaveraman. Har bitta mana shu yerga qo'ysak, menimcha redstone signal uzilib qolishga ulgurmaydi. Ha, menimcha tugadi shekilli. Bu yoq mana buni qaysi tetak qurdi? Endi har bitta tarafni alohida ishlatish uchun har biriga bittadan dastak qo'yib chiqamiz. Mana bu tarafga bitta, bu yoqqa yana bitta qo'yamiz. Bu tarafga ham albatta.
Bu yerga ham qo'yishni unutmaymiz. Va tayyor. Har bitta tarafga bittadan dastak qo'yib chiqdik. Dahshatli qala bo'lyapti menimcha. To'g'rimi qishloqi? Ha, qalamsan qala. Bu yerda zombi tugul, chivin ham o'tolmaydi. Qishloqi, endi qal'aning burchaklariga bittadan turel qo'yib chiqamiz. Turel shunaqa narsaki, ko'rgan narsasini omon qoldirmaydi. Mana bu yerga bitta qo'yamiz. Va nega bu otlarda o'tyapti? Otlarda o'tmasa ham bo'lardi. Yaxshisi bu qobiliyatini o'chirib qo'yish kerak. Endi esa har bitta burchakka qo'yib chiqish qoldi. Aytyapman-ku, chivin ham o'tolmaydi deb. It ham o'tolmaydi, chivin ham, oyoq ham hech narsa. Bu tarafga ham bitta qo'yamiz va albatta mana bu energiyasini ham qo'yishni esdan chiqarmaslik kerak. Yo'qsa ishlamaydi. Bu burchakka ham bitta qo'yamiz. Va bu yoqqa ham bunaqasidan qo'yamiz. Buni unutish umuman mumkin emas. Bu ham tayyor. Oho, qaranglar, buni qanchalik dahshatli ko'rinyapti. Qishloqqa, sen nima bilan mashg'ulsan? Meni qo'yib chiqyapman. Hamma sportlab ketsa yaramoslarni. Men esa mana bu zombilar mana bu chuqur-puqurlarga tushib ketmasliklari uchun jangimiz zo'rroq bo'lishi uchun mana bu teshiklarni to'ldirib qo'yay. Axir shuncha narsani bekorga qilyapmizmi? Hammasi cho'kib o'lsa juda ham g'alati bo'ladi-ku, to'g'rimi? Qara, buni qanchalik qo'rqinchli ko'rinayotganini. Bunaqa ba'zan oldiga kelishga zombilar qo'rqsa ham kerak. Ishtonini qo'llab qo'yadi. Bu videolarni ko'ryapsanmi ko'pligini? Ha, qal'ani lekin boplarning qishloqi. Sen bu yerda nima balo qilyapsan? Men avtomatik kiydirib qo'yadigan. Sen bunaqasini menga qilganding-ku, lekin menda nimagadir o'xshamayapti. Qanday qilganding? Ha, binolar jangida qurganimmi? Sen hammasini xato qilyapsan. Buni 4 talik mana bunday tursa agar menimcha bemalol yetadi. Bu yerga blok qo'yamiz, bu yerlarga ham qo'yamiz va redstone'ni o'tkazib chiqish kerak. Redstone juda ham muhim. Redstone qayerda qoldi? Mana redstone'ni bunday qo'yib chiqasan. Mana shunday qilib va buni birorta redstone beradigan narsa bilan ishga tushirasan. Faqat ishladimi yo'qmi bilish uchun ichiga bittadan redstone solib qo'yamiz. Va qayoqqa tushib ketdi? Va negadir ikkitasi ishladi. Hozir hammasini to'g'irlaymiz. Menimcha mana bu yerga blok qo'yish kerak bittadan. Bu yerga bitta blok va redstone ozgina. Nega redstone? Mana redstone o ishladi qishloqqa. Aytdim-ku men ishlata olaman deb. Bu yerda ham turibdi. Xo'sh, bu tarafni ham mana shunisiga to'g'irlaymiz. Buni atrofini esa albatta chiroyli qilib o'rab qo'yish kerak. Dastak bu yerda turadi, qulaylik uchun albatta. Ustini chiroyli qilib o'rab qo'yamiz. Mana shunaqa qo'rqinchli turmaydi-ku, to'g'rimi? Ha, men sen bilan o'zimga sandiqqa qurol yarog' solib qo'yapman. Shart olib jangga kirishib ketamiz kechqurun. Ha, qandaydir xunuk bo'ldi, adashmasam. Bir nimani o'zgartirish kerak. Mana bu bloklarni olib tashlab, o'rniga kvarsli yarimtalik blokchalar qo'yib chiqamiz. Menimcha endi ancha chiroyli bo'ldi. Qishloq, mana bu yerda biz urushimiz uchun ozgina platformacha tayyorlab qo'yaman. Bemalol zombilarni mashina turib otsak bo'ladi. Va mana bunday qo'yib chiqamiz. Bu yoqqa ham bunday va bu burchagiga ham qandaydir kulguli ko'rinyapti. Menimcha hamiyatini birlashtirganimiz yaxshiroq bo'ladi. To'g'rimi qishloqqa? Shunaqasi ham, unaqasi ham bo'laveradi menga. Men bu zombilar birortasini tirik qoldirmayman. Hammasini portlatib, yondirib, kuydirib tashlaymiz. Qishloqqa, menga qurol yaroqlardan solib qo'ymadingmi ma'miyatga? Ha, mayli, o'zing uchun o'l yetim deganlaridek, o'zing uchun o'zing qilmasang hech kim qilib bermaydi. Men qilib berardim, shunchaki o'zingga yoqqan kiyimdan qo'yib qo'yishing uchun o'zing qil degandim-da. Ha, mayli qishloqqa, o'zimga ham solib oldim. Qara, qanday dahshatli qara chiqdi. Menimcha hamma narsasini tayyorlab bo'ldik. Nima deysan? Men buni ko'rgan zombilarning yuzini tasavvur qilyapman. Yarmi qochib ketsa kerak buni ko'rib. Ha, do'stlar, sizlar ham izohlarga kirib, o'zingizni izohingizni yozib qoldiring. Nima deb o'ylaysiz? Bu qal'a zombilar to'xtatib qola oladimi, yo'qmi? Necha ball bergan bo'lardingiz? Siz nimalar qo'shgan bo'lardingiz? Balki mana bu yerlarga biror nima qo'shgan bo'larmidingiz? Keyin do'stlar, qishloqqa eshitib qolmasin, o'ziga aytmasdan qishloqqa sila deb yozib qo'yinglar, bir u ham xursand bo'lsin. Nima deb pichir qilyapsan? Senga umuman bog'liq bo'lmagan narsa haqida gapirdim. Birinchi faza. Qishloqqa menimcha tuxab tushdi. Ha, yur, zombilar ham kelgandir. Hammasini adabini berib qo'yish kerak. Yur qishloqqa, biz hammasini uddalaymiz. Bu choynaga qaraysan? Yur, tezroq chiqaylik. Ancha kech ham bo'lib qolibdi qishloqqa. Tezroq bidoni tepasiga chiqish kerak. Ortda qolma. Bu zombilar qayerda paydo bo'lib qolibdi? Hozir bularga ish yo'q. Tashqarida yuzlab zombilar turibdi. Yur qishloqqa, ular bilan
O'ldingmi shunga ham qishloqqa. Bu yerda bitta zombiga o'lib yotibsan. Tashqarida minglab, yuzlab zombilar bor. Tezroq orqamdan chiq. Tezroq. Bu lift juda ham tezkor. Faqat yiqilib tushma. Qani chiqyapsanmi? Xo'sh, mana bu yerga kel. O'q-dorilarni olish kerak. Hamma narsani olish kerak. Jangni boshlash kerak. Baqir-chaqir qilma, birinchi kiyimlarni, qurol-yarog'larni kiyib olish kerak. Bo'l, richakni bos. Bos deyapman. Bo'ldi. Endi qurol-yarog'larni ol, hammasiga ko'rsatib qo'yamiz. Ha, qishloqqa biroq qurol-yarog' bilan menimcha ularni birinchi fazasini bemalol yo'q qilamiz. Ikkinchi, uchinchilarni bilmadim. Ovqat ham, bombalarni ham olib olamiz qishloqqa. Jang boshlandi. Qani u yaramas zombilar qayerda? Menga ularni ko'rsatinglar. Juda qaranglar do'stlar, qanchalik ko'plar. Umid qilamanki hammasini yo'q qilamiz. Minalarni bosib o'lishni boshlashdi. Minalar ishga kirishdi. Qani otdik. Hammayni yo'q qilaman, yaramaslar. Buncha qani pastga qarab, bulardan buncha ko'p bomba otamiz. Qara, qanchalik ko'p to'plangan. Hammasini bombada yo'q qilib tashlaymiz qishloqqa. Bo'l, tezlash, ishla. Menimcha golemlarni qo'yib yuboradigan vaqt keldi. Olg'a. Golemlar, men sizlarni hozir ozod qilaman. Nega shu dastakni bu yerroqqa qo'ymadimmi? Mayli, 1 2 3 golemlar olg'a. Tayyor, hammasi pastga tushdi. Zombilarga ko'rsatib qo'yinglar. Arti bu yerga kel. Bu birinchi faza bo'lsa ham ularga qarshi chiqish kerak. Yaxshigina ular hozir devorni buzib ichariga kirishmasin. Men anchasini yo'q qildim, lekin yordaming kerak. Mana bo'ldi, qishloqqa keldim. Havasini otyapman. Yaramas qaysi tupa bosildi, nega buni bo'lmayapti? Bittagina jonim qoldi do'stlar. Qanday tirik qoldim o'zi? Qochish kerak. Qishloqqa panala. Meni saqlab qol, hozir o'ldirishadi. Bitta otaman, kelmanglar. Jonim kam, qishloqqa yordam ber. Tezroq tepaga chiq. Men seni panalab turaman. Creeper, ehtiyot bo'l, Creeper. Hozir ham qilaman hammasini. Sen tezroq tepaga chiq. Yo'q, qishloqqa men pastda turib hammasini hal qilaman. Keyingi faza tepaga chiqaman. O'l, hamma yaramaslar, o'linglar. Qani bomba ham otamiz. Basanga. Mana yana olinglar, yeyinglar. Qani yo'qyaptimi, a? Yo'q bo'l, hammang namuncha ko'psizlar, yaramas zombilar. Menimcha ancha kamayib qolishdi. Qani bu yerga kel, hammangni otaman. O'q tugab qoldi. Bir ot. Qaysi biringda qurol bor? Qishloqqa bularning quroli ham bor ekan, bir xillarida. Mana bo'ldi, o'ldirdim. Qani yana bormi? Yana, a? Qaysi biring o'ldi kelyapti? Mana senga. Birinchi faza tugadi. Ikkinchisiga tayyorgarlikni boshlaymiz. Ikkinchi faza. Qishloqqa ikkinchi faza boshlandi. Qani ular, hammasini yoyib tashlaymiz. Bu safar menimcha kuchliroqlar ham kelgan qishloqqa. Ana qo'rinlari ham kelibdi. Nima raketalar otishni boshlashdi qishloqqa. Yo'q, bu safar menimcha g'alaba osonlikcha ola olmaymiz. Bombalardan qishloqqa bombalar. Yo'q, bular hattoki qurollar juda ham kuchli ekan. Biznikidan ham kuchli menimcha. Lazerlar ham hattoki elektr bilan ham o'tishyapti. Tesla qurollari bor ekan. Qishloqqa ehtiyot bo'lish kerak. Voy, buncha dahshatli bular, ko'pligini qara. Bu qoralarni o'ldirish ancha qiyin. Yo'q, chiqib ket. Mayli, qishloqqa qaytib chiqyapman. Sen o'zing bir nima qilib tur. Hozir men chiqyapman. Sen yo'qol. Nega o'lmaydi? Mayli. Tezroq tepaga chiqish kerak. Otamiz. Tezroq kel, qora zombilar juda ham kuchli ekan. Raketalari ham bor. Ehtiyot bo'l. Qishloqda bizning qurolimiz bularga kuchlilik qilyapti. Bularga bombalardan otib turish kerak. Bombalarda 3-4 ta bombalar menimcha yaxshiga jonini olishyapti. Tasavvur ham qilolmayman 3-fazadan bo'lishini qishloqda. Vertolyotlar bilan uchib kelishmasa bo'ldi. Hammasiga bomba ot. Men ham otib yotibman. Ular namuncha joni ko'p, yana ko'pligini qarang, eshaklarni. Voy, bitta lazer yarim jonimni ketkazdi. Bunchalar kuchli bo'lishmasa, voy yaramaslar, o'lasan hammang. Baribir o'ldiramiz. Bular qaladi, biz sizlarga emas. Qani o'ldi, buncha bular chidamli-ya. Dahshat. Qishloqqa tezroq ot, bombalar ham tashlash kerak bularga. Ana kamayib ham qolishdi anchagina. O'l yaramaslar. Yenisini ham, boshqasini ham o'ldiramiz. Sizlarga bas. O'l. Chidamli ekan, juda hamli ekan. Zombilarga to'g'ri baho bera olmadik shekilli. Ular anchagina kuchli ekan biz o'ylaganda. Qishloqqa bu haqiqiy dahshat. Bularni o'ldirib bo'lmayapti. Lekin kam qolishdi. Bularni albatta qo'qamiz. Mana bombadan ye. Bitta bomba, tushyapsizlarmi? Sizlarga emas. Qani o'l. Menimcha oxirgisi qoldi qishloqqa. Qarshida ham o'tsak yana bitta yevor. Qani o'ldingmi? Yana bitta bo'lmasan. O'lgunicha, tushundingmi? O'lasan. Bu yerda yana bittasi bor, uni ham o'ldirishi bor. Mana aniq nishonga olib o'taman.
Qani o'lsang-chi, o'la qol. Va nihoyat ikkinchi faza ham tugadi qishloqi. Uchinchisini menimcha osonlikcha yuta olmasak kerak. Umid qilamanki, hammasi qo'limizdan keladi. Men ham umid qilaman qishloqi. Biz yutamiz. 3-faza. Qishloqi, bu oxirgi faza. Biz uni albatta to'xtata olishimiz kerak. Qani ko'raylikchi. Yo'q, faqat kuchlilar kelibdi qishloqi. Yo'q. Biz ularni qanday yengamiz endi? Qara, faqat kuchlilari. Menimcha bundan ham kuchlilari qo'shilib kelgan. Qishloqi bir nima o'ylab topish kerak. Ha, aytgancha, bizda oxirgi qurol qolib ketdi, lava. Ularni darvozani tagiga olib kelish kerak. Juda ham kuchli ular. Lavada yondirib yuboramiz. Sal qoldi o'ldirishlariga. Qara, kelinglar, baliqchalar, hammangizni yoqib boramiz. Sen devordaga chaqir, men tagidan otib tashlayman. Ay, gidorda jonib qoldi. Nima balonlar bilan o'tishyapti? Bo'ldi, boshladik lava. Hamma yonib ket, yaramaslar. Qani bular bo'ldi, ishladi. Bo'ldi, hozir hammasi yonib ketadi qishloqi. Umid qilamanki, bular lavaga chidamli emas. Men ham umid qilaman qishloqqa, bular albatta o'lishiga. Qara, o'lyaptimi? Lava yetib bordi bularga, qani ko'raychi. Yo'q, hali yetib bormabdi. Qara ko'pligini biz bularni lavasiz qanday yo'q qilardik, qanday tasavvur ham qila olmayapman qishloqqa. U yerga borma, yana yiqitib yuborishmasin. Yo'q, men ehtiyot bo'lman. Hammasini otib tashlayapman. Bo'lsa ham yo'qsang bo'ladi. Ana lavani yonib ketishyapti, adashmasam. Qani ko'raylikchi, umid qilamanki, yo'q, qanday lavani orasida o'tyapti? Yo'q, menimcha yarmi yonyapti qishloqi. Faqat qora raylilar yonyapti. Ular yona olmayapti. Ularning immuniteti bor ekan qishloqi, lavamiz hammasiga ham yordam bermayapti. Bularga qanday o'tyapti? Chiqqanib zahot o'tishyapti-ku. Qishloqqa nima qilamiz? Qani bo'l, ot. Kuchalar bular kuchli. Hech bo'lmasa yarmidan qutuldik-ku. To'g'ri aytasan. Qishloqqa ishlar pachava, bular lava orqali tepaga chiqishdi. Hozir bizni o'ldirib tashlashadi. Lavani hoziroq o'chirish kerak. O'chirdim. Qani nimaga lava o'tmayapti? Yaramas lava. Bular hammasi tepaga chiqyapti. Hozir hammamizni qirib tashlashadi qishloqqa. Men aytgandim, bu lava yomon qo'yadi. Baloni yebsan yomon deb o'zing maqtagandingki, yaramas bular tepaga chiqyapti. Ehtiyot bo'l. Ikkita biyarda. Yo'q, baribir o'ldirishdi. Xo'sh, qishloqqa oldinga boryapman, hal qilib tur. Sen nimaga tirilding, boya o'lib yotuvding-ku? Qani zombilar, redstone'ni o'chirish kerak. Qani, o'ldirmanglar meni iltimos. Qani yaramas zombilar, hammani otib tashlayman, bu yoqqa kel. Qani o'ldingmi? Tepada hech kim qolmadi shekilli qishloqqa. Sen ham qaytib chiq tepaga. Nega bular o'chmayapti? Bular yana chiqyapti tepaga qishloqqa. Buni yana bir bor o'chirib, yo'q, o'chish kerak. Bular cheksizmi nima? Yana yuqoriga chiqishni davom etishyapti. Qani yo'q, hozir o'ldirishadi. Pastga tushirdim shekilli hammasini. Voy, sen nima qilyapsan bu yerda? Yaramas. Orqadan hujummi, eshaklar? Qani, bo'ldi shekilli. O'zgina ovqat yeyishga ham qo'yishmaydi bular. Tugadimi? Qishloqqa qayerdasan? Yo'q. Yarimtagina jonim qoldi qishloqqa. Nima qilib yuribsan? Tepaga tezroq chiq. Bu skelet hozir seni vaqting emas. Zombilar bilan urushyapmiz, yaramas. Dahshat. Qishloqqa zombilar tugadimi? Qani, birortay qoldingmi? Yaramaslar. Lava ham tugadi. Endi chiqish olmaydi. Yo'q, ular hali juda ham ko'p. Unda bombadan yeb ko'r. Itarib yuborishlariga sal qoldi, yaramaslar. Bomba. Ularni panadan o'tish kerak, yo'qsa qirib tashlaydi. Qurollar juda ham kuchli. Lavaga tushib ketdim. Yo'q, qutulaman. Qoch. Mayli qishloqqa, men bularga hozir ko'rsatib qo'yamanki, bu yerda kuchli ekanligini. Qani san hammani yo'q qilaman. Qani, bombadan ye. Mazami, yana bitta kelyaptimi? Qani san? Sanlarga, men senga hammani o'ldiraman. Tushundingmi? Ol, 3-4 ta yeb ol. O'ldimi? Hammasi tugadimi? Yo'q, yana bitta bor shekilli. Yo'q. Bo'ldi, tugadi qishloqqa. Menimcha biz ularni hammasini qirdik va nihoyat bu yaramas zombilar deyarli qalamizni zap etishdi, lekin biz g'alaba qozona oldik. Umid qilamanki 4-faza bo'lmaydi, yo'qsa men tamomman qishloqqa. Yo'q, bo'lmaydi. 4-faza kelasi yil qo'shiladi. Nima? Bu qishloqdan surish kerak shekilli. Yo'q, tushib ketdim. Yana tirik qoldingmi? Va nihoyat tog'otda qishloqqa. Men bu to'yni juda ham ko'p kutdim. Bu tog' uchun juda ham ko'p kurash qildik. Qara, ham yerda portlab ketgan edi. Ha, to'g'ri. Faqat meni bitta savol qilyapti. Nega hech kim obuna bo'lmayapti? Ha, to'g'ri do'stlar. Obuna bo'lib qo'yinglar, axir bu qiyin emas. To'g'ri.